Assalomu alaykum, Yetti baraka kanalini qo'llab-quvvatlab turgan obunachilar bugun 2026-yil 2-may Xo'jaobod chorva va parranda bozoriga keldik. Sizlar uchun qo'y va mol narxlarini video obzor qilib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa like buttonini bosib o'ting, kanalimizga obuna bo'ling. Aka nech pul oldi? 32 million so'mga mana shu munosabatimiz sotilmoqda. Atib ketyapti akamiz. Hozir aka bular olindimi? Olindimi bular? Nech puldan bo'ldi aka? 22 million so'mdan 30 million so'mgacha obunachilar mana shved sigirlarimiz barakasi bo'ldi akamiz. Puli bo'lsin aka. Aka nech pul oldi? Ha, sotilmadimi? Nech pul chiqdi aka bu? 33,5 million so'mga savdo bo'ldi. Akamiz sotib ketyapti. Aka nech pul oldi bu shved? 30 million so'mga o mana shvedimiz barakasi bo'ldi. Bo'yi bir 1.25 pul so'msa ekan. Shved. Menimcha qisirsa kerak. Bordog'iga baqiladigan sigir unatdik. Obunachilar mana shunaqa paytda ehtiyot bo'lasizlar, mana yirik katta buqalar chiqib ketishi mumkin. Nech pul oldi aka bu? Nech pul oldi? 100 ming kam 50 million so'm olib tashib o'tamiz obunachilar. 100 million 700 ming so'mga ash munajimiz barakasi bo'ldi obunachilar. 23 million so'mga mana shu sigirimiz suv barakasi. 30 million so'mga sotilmoqda. 500 kilo chiqdi versiya. 22,5 million so'mga sotilibdi. Bo'g'oz 19 million bo'ldimi? Aka bu qancha nech pul bo'ldi? Bo'g'oz ekan 19 million so'mga barakasi bo'ldi. 17 million 100 ga barakasi bo'ldi. Qisir ekan. So'yilgan variantlar, munajimlar. Obunachilar mana shu go'zakchalar barakasi bo'ldi. Nech puldan bo'ldi? Nech pulga bo'ldi barakasi? 9,5 million so'm bormi-chi? 12 million so'mga mana 9,5 barakasi bo'ldi. Munochilarimiz, yosh munochilarimiz, obunachilar Xo'jaobod bozorida. Bosga qiziqadigan akalarimiz uchun mana xudo xolasa bir o'ndan bo'yi baland buqalarimiz, bahma buqalarimiz mana Xo'jaobod bozoriga chiqdi. Xudo xolasa ularning narx-navolarni sizlar uchun hozir yozib qo'yamiz. Aka bular nech puldan deyapsiz? Bular nech puldan ekan bular? 22 million so'mdan kami bor. Bulovoshini mollari. Dastlabkilar kelishib qolsa, vodiy bo'ylab beraverasiz, 4ta 5ta oladiganlarga. Qasdan mana obunachilar mana o'sha yerda bahma buqalar xudo xolasa behijolat aloqa chiqarasizlar. Qiziqqanlar nomer qoldirib qo'yasizmi aka? 94 790 7436 obunachilar mana xudo xolasa mana chiroyli holatda mana o'zimizning местный shved deysizlarmi, mana akamiz xudo xolasa bo'ladi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Bahma buqalar kerak bo'lsa. Mana 19 million so'm savdosi bo'lyapti. Mana shu yosh buqamizni bo'yi 1.20 plyus emas minus ekan. Obunachilar 9 million so'mga akamiz savdosi bo'lyapti. Holatlar yaxshi xudo xolasa. Obunachilar mana yosh ko'chat novvochilar istaganlar uchun yana bitta xudo xolasa yana bir akamizdan xudo xolasa o'zimizning местный javdari gibrid go'zalarimiz ekan xudo xolasa aka narxlarini so'rab o'tamiz. Aka bular nech puldan deyapsiz aka? 17 million so'mdan 22 million so'mgacha ekan obunachilar. Agar qiziqqanlar aloqaga chiqsa, vodiy bo'ylab ham dastavkasini qilib olasiz. Qiziqqanlar qilib berasiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beradi, xudo xolasa obunachilar behijolat aloqaga chiqarasizlar. 7 barakadan chiqdi desanglar, xudo xolasa arzonroq beradi. Aka qiziqqanlar nomer qoldirib qo'yasizmi? 93lik 416 77 obunachilar mana xudo xolasa Xo'jaobod bozorida mana shu novvochilarimiz olaman deganlar uchun, novvos baqaman deganlar uchun mana akamizdan aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa nomerlari shuni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqib, buqalarni olsanglar bo'ladi. Sizlar mana qo'chqor baqaman degan akalarimiz uchun xudo xolasa mana Xo'jaobod bozoridan qo'zi qo'chqor. Aka qo'chqor savlolari ham bormi buni? Ha, bu ham qo'chqor ekan, mana bu ham savlo ekan xudo xolasa obunachilar. Doston akamizni qo'rasidan ekan obunachilar mana qo'zi qo'chqor, qo'zi savlolar. Bular narxlari nech puldan? 4 million so'mdan qilib berasiz. Ha, yo'q bozoriga 4 million so'mdan xudo xolasa akamiz qilib beramiz deyapti obunachilar aloqa chiqaradi. Ko'proq olsa vodiy bo'ladi dastavka qilib berasiz. 2 kilo bo'ladi. Ha, bo'ldi mana. Vodiy ha? Ha, bo'ldi. Bu yoqqa kelishuv ekanda, bo'ldi, kelishuv ekan, mana obunachilar behijolat vohagacha dastavkasini qilib beraman. Bo'ldi gap so'z. Obunachilar xudo xolasa qo'ylarimiz zot bor ekan, kashan. Ha.
Bular barakasi bo'ldi. 8 million 300 ming so'mga mana. Bular aka kashdan shekilliga qara. 50 kellik kashdan bular. Ular ham xudo xolasa nasab raqam yo'qegan. Nima nomalaga barakasi. Bo'la chiroyli ekan. Aka, obunachilarim chiqadi. 7 barakadan chiqdim desa, arzonroq beraverasiz. 10 paganga, 5 paganga Bo'ldi. bibirlar bor. Qiziqqanlaring nomerlaringizni qoldirib qo'yasiz. To'sma aka qoldirsa o'sha bo'mlik kommentariya bor o'sha. Bo'ldi, gap shu. Nomerlaringizni aytib o'ting. 97lik 97lik 981 981 94 94 44. Sen o'z kamera Bo'ldi aka. Bo'ldi gap shu. Obunachilar akamizga behijoat aloqa chiqarasizlar. Andijon bo'ylab ishlami, Vodiy bo'ylab ishlami, xudo xolasa akamiz dastavkalarini ham kelishib turgan holatda qilib beradi. Xudo xolasa qo'ylarimiz oddiy qo'y emas ekan, kashdan, aradan chachishgan qo'ylar ekan, gibrid qo'ylarimiz xudo xolasa. 1 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti. Ikkovlari lekin echkilar ekan. Bor ekan. 700 grammlar. Obunachilar mana arzon variantli qo'zilar so'raganlar uchun mana xudo xolasa qo'zilarimiz sog'liq qo'chqar bor ekan. Qo'chqar sog'limi bu ham? Hamma aralash. Aralashlar necha puldan necha pulgacha bo'lyapti? Har xil. Kichkinasidan eng kattasini narxini ayting. Necha puldan? Eng kichkinasi 2 millionligi bor. Ona bitta. 2 milliondan boshlanadi. Necha pulga to'xtaydi? 4 milliongacha to'xtaydi. Ha, 2 milliondan 3,5 million so'mgacha to'xtaydi ekan, xudo xolasa. Aka ko'proq olsa, vodiy bo'ylab tasavvur beraverasiz. Qo'llari bo'lsa ham telefon qilishaveradi. Qo'ylari bo'lsa ham telefon qilishaveradi. Ha, olarasizlar ham bo'ldi. Obunachilar mana arzon variantlar. Agar qo'ylar, qo'zilar bo'lsa, xudo xolasa mana akalarimiz olishadi. Agar olmoqchi bo'lsanglar, mana akamiz xudo xolasa tirikchilik ekan ishlari. Qiziqqanlaring nomerlaringizni qoldiring. Nomerlaringizni qoldiring, qiziqqanlar. 94lik 072 072 65 50 obunachilar mana shu nomerlarga aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Qo'y qo'zi deysizlarmi? Agar sotmoqchi bo'lsanglar ham akamizga aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Videolarimiz manfaatli bo'ldi degan umidamiz. Behijoat aloqa qilsanglar, qo'zi qo'chqar, qo'zi sog'liqlarini akalar chiroyli narsa beradi. Yana bola necha pul oldi? Ya'ni sotilmadimi? 22 million so'mga bolasi obunachilar ekan, mana arzonchilar degan uchun. 22 million so'mga sotilmadi obunachilar mana. Aka novvos necha pul oldi? Necha pulga chiqdi aka? 25 million so'mga sotilmadi. Yo'q, bozor qandaydir sus bo'lyapti. Obunachilar 25 million so'mga sotilmadi shu qamiz. Aka necha pul oldi bular? 25 million so'mga ikkala novvoslarimiz. Bu bir plus minus 25 million so'mga barakasi bo'ldi obunachilar. Xudo yosh novvoslar ekan. Kuzgacha uni olsa yetalasa yetilib qoldi. Novvoslar ekan. 25 million so'mga mana barakasi bo'ldi. Obunachilar videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib bosib o'tdinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan da manfaatli videolar chiqarib borishni xudo xolasa sizlar uchun davom etamiz.